Shu hammalar yerga tegib ketishdi. Voy, nima deyishimni bilmayman deb to'g'risi. Ota meni uylantiraylik bo'ldi, shu tilagim. Rahmat. Hammamizdan omadimizni bersin. Ikkisi tashida qo'ymaydi, iltimos. Talabalar kuniga do'stlaringizga tilaklaringiz. Hamma yaxshi o'qisa, hammaga omad, shu yerda bitirib, zo'r joylarda ishlaylik. Orzu niyat qilgan bo'lsa erishamiz. Shu hammalar yerga tegib ketishdi. Hammasi o'z uchastkalarini ochib rivojlanib, shu insda ham ishlash nasib qilsin hammaligiga. Yaxshi bahola bo'ldi. Omadini bersin, baxtli bo'lsin. Yaxshi joylarga yerga tegib ketsin. Tabriklayman talabalar kuni bilan. Har doim o'qib, shotib, a'lo darajada bitirishinglarni xohlayman. Xudo xolisa mana shularni qizil diplomda 4 yil hammamiz birga qolib yaxshi baholarga bitirishimni xohlayman. Dars qoldirmanglar, fe'linglar kamroq bo'lsa. Bo'ldi, gladiysi shu fe'l. Yaxshi bitirib olishsin o'qishlarni. Eng bo'lmasdan hammasi yaxshi o'qisa. Yana tez tugab qoladi bu oltin davr. Tez tugab qoladi. Bundan yaxshi foydalansin, yaxshi do'stlar orttirsin, yaxshi o'qisin. Hammaga omad tilayman. Birga o'sha o'zimizni sohamiz bo'yicha joylar ochib, birga ish yuritish nasib qilsa hammamiz birgalikda. Hech qachon oqibatimiz yo'qolmasin. O'qishni yaxshi bitirib olinglar. Ota-onalar tilagan, o'sha xohlagan inson bo'lib yetishish nasib qilsin. Nima niyat qilgan bo'lsanglar, niyatingizga erishinglar shu. Grantlar yutib olishni. Mana shu ikkita o'rtog'imga tilaklarim. Ekzaminlarni yaxshi o'tib olishsin. Umuman ham bormanglar, fe'l ham bo'lmanglar. Bu imtihondan ham, semestrdan ham umuman fe'lsiz o'tib ketinglar. Hammalarni yaxshi ko'raman, hammalarni fe'lsiz birinchi o'rinda yaxshi o'qish, yaxshi ballar olish o'qituvchilardan, imtihonlarni baland ballar bilan yopish.